Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Parvardigorimiz Alloh taologa hamd, berayotgan har bir ne'matlariga shukronalarimiz bo'lsin. Olib borayotgan dunyo ishlarimiz, oxirat ishlarimizni hammasini Alloh taolo hammamizga bildirmasdan berayotgan ne'matlarini shukronasi bo'lishligini, bu ne'matlarini qadr qiymatini o'zini o'rniga qo'yish bo'lishligini Alloh taolo o'z fazli, inoyati bilan nasib etsin. Shukr qiluvchi bandalarga beriladigan imtiyoz, rahmat, barakotlari, mag'firatlari, barcha yaxshiliklarini egalari bo'lishimizni Alloh hammalarimizga, farzand zurriyotlarimizga nasib etsin. Rasulimiz, Habibimiz, Sayyidimiz, mehribonimiz, shafoat go'yimiz, hammadan ham ko'ra bizga mehribon bo'lgan, nomlarini aytganimizda qalbimizga quvonch yog'iladigan, nomlarini eshitganimizda xursand bo'ladigan Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga eng samimiy, eng go'zal, o'zimizga yoqadigan salomlarimizni, salovatlarimizni aytamiz. Alloh taolo o'zi rozi bo'ladigan, huzuridagi muattar, mukammal bo'lgan salom, salovatlar bilan Payg'ambarimiz ruh poklarni shod etib, biz ummatlarni nomidan xushnud qilib, har ikki olamda eng ulug' ne'mat bo'lgan Payg'ambarimizni shafoatlariga munosib ummatlardan bo'lishimizni Alloh hammalarimizga, farzandlarimiz, zurriyotlarimizga, ahliyalarimiz, yaqinlarimizga, jami mo'minlar, musulmonlarga nasib etishligini Allohdan sidqi dildan so'rab qolamiz. Bugun ulug' ayyom, juma kuni duolarimiz ijobat bo'ladigan fazilatlik onlarda turibmiz. Hammalarimizni ham qalbimizdan o'tgan, Allohdan so'ramoqchi bo'lib turgan niyatlarimizni Alloh amalga oshirsin, ro'yobga chiqarsin. So'raganimizdan, o'ylaganimizdan afzal qilib, mukammal qilib berishligini Allohdan so'raymiz. Xonadonimizni tinchligi, oilamizni barqarorligi, bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatimizni, yurtimizni, mahallamizni tinchligi, osoyishtaligini Alloh barqaror qilsin. Olib borilayotgan barcha sohadagi taraqqiyot ishlariga, farovonlik ishlariga, davlatimizni qudratini mustahkam qilishlik yo'lida olib borilayotgan barcha ishlarga Alloh rivoj bersin, muvaffaqiyatlar bersin, barakotlarini yog'dirsin. Bunga bosh bo'lib turgan muhtaram yurtboshimiz boshchiligida jami rahbarlarimiz xalqimiz uchun, dinimiz uchun, mamlakatimiz, davlatimiz uchun olib borayotgan faoliyatlarini, savobini, rohatlarini har ikki olamda egalari bo'lishlarini Alloh taolo o'zini fazli, inoyati bilan nasib etsin. Bugun O'zbekiston Toshkent shahri, mana hozirda Samarqand shahrida nihoyatda katta anjuman bo'lib turibdi. Bu anjumanga dunyodagi ko'zga ko'ringan, dunyo tan olgan ko'plab ilm ahllari, ma'rifat ahllari, muftiylar, o'quv dargohlarini ulug'lari, mudirlari, yana boshqa ilm ahllari kelishdi. Butun dunyodan yopirilib keldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Toshkentda Islom sivilizatsiya markazida Islom sivilizatsiyasi forumi nomi bilan juda katta bir anjuman bo'lib o'tyapti. Birinchi, ikkinchi kuni Toshkentda bo'ldi, qolgan kunlari Samarqandda, bundan keyin yana boshqa shaharlarimizda davom etishligi ko'zda tutilib turibdi. Yetuk ulamolar O'zbekistonda din uchun, xalqni ma'naviyati uchun, diniy ehtiyojlariga malham bo'lish uchun olib borilayotgan barcha sohadagi ishlarga o'zlarini samimiy baholarini berib,
olib borilayotgan ishlar haqiqatda xalqni jipslashtirishlikka, ahil ino bo'lishligiga qaratilganligini e'tirof etishyapti. Ayniqsa barpo etilgan sivilizatsiya markazi Samarqand shahrida barpo etilgan Imom Buxoriy majmuasi, Termizda, Buxoroda, Farg'onada, yana bir qancha shaharlarimizda dinimizga katta xizmatlarni ado etgan zotlarga qurilgan maktablar, majmualar, ularni hammasi juda katta ish, katta faoliyat. Nafaqat bu O'zbekistonda, balki dunyo din harakatini, din rivojini balandlashligiga xizmat qiladigan markaz bo'lib borayotganligiga hammalari tan olib e'tirof etishyapti. Bugun mana shunday maqtovlarni, mana shunday chiroyli so'zlarni eshitib qalbimiz g'ururga, iftixorga to'lib turibdi. Alloh bundan ziyoda qilsin. Muhtaram shayximiz, Alloh rahmat qilsin, ko'p duolarida yod etardilarki, bu xalq, bu ummat bir marta Imom Buxoriyni, katta ulug' zotlarni, Imom Termiziylarni dunyoga keltirib, xalqqa chiqarib, dinni beshigini, ilmini tebrattirib qo'ygan ekan. Bu xalq yana shunaqa Buxoriylarni, Termiziylarni, Farg'oniylarni, Marg'inoniylarni, Nasafiylarni, Keshiylarni yana dunyoga keltiradi deb ana shunday bir ishonch bilan aytgandilar. Bugungi yosh farzandlarimizdan fan doktorlari, yosh yigitlarimiz nomzodlik doktorlik narsalarini hammasini, ilmiy darajalarni yoqlashib harakat qilayotganlari juda ham faxr bilan aytiladigan, yurtimizda ilm saviyasi nechuk darajada balandlashib borayotganligini bildiradigan ishlardan. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamni so'zlarini shundoq keltiradilarki, tanzulur rahmatu inda zikris solihin. Allohni solih bandalari yod etilgan joyga Allohning rahmati yog'iladi. Allohning barakotlari yog'iladi. Alloh yaxshiliklarini ato etadi. Ulug'lar, Allohning solih bandalari, olimlarni hurmat qilinar ekan, ularni faxr iftixor bilan tilga olinar ekan, ulardan katta bir maktab sifatida hayotlariga tatbiq qilib o'rganishar ekan, bu joyni Alloh taolo samoviy, aroziy balo ofatlaridan hamma tomondan muhofaza qilishligiga mana bu muborak so'zda katta dalolat bor. Bugungi suhbatimiz buyuk muhaddislar yurtidamiz deb nomlanadi. Haqiqatda bizni yurtimiz dunyo ilmini tebratgan, madaniyatini tebratgan, beshigini yo'lga solib bergan olimlarni, alloma, mutafakkir ulamolarni yurti. Alloh ularni har birlarini ilmlarini, ma'rifatlarini, asarlarini o'rganib hayotimizga tatbiq qilishlik, undan to'g'ri foydalanib dunyomizni, oxiratimizni obod qilishlikda ko'p foydalanishimizni o'zini fazli, inoyati bilan nasib etsin. Mana bundoq yo'llarni ochilishligiga hammamiz o'zimiz bosh bo'lib, guvoh bo'lib turibmizki, muhtaram yurtboshimizni olib borayotgan yoshlar siyosati, diniy siyosatlar qanchalik keng erkinliklar berib borilayotganligini guvohi bo'lib turibmiz. Mana shularni samarasi o'laroq butun dunyo ulamolarini kelib bizni yurtimizda qatnashishlari, tashrif buyurishlari
katta yurtimizni sharafga, ulug'likka yetkazib turibdiki, bularni hammasini tagidagi asosiy sabablari o'tgan bobo kalonlarimizni mehnati. Imom Buxoriy hazratlari muhaddislarni amiri hisoblanadilar. Amirul mu'minin fil hadis deb u kishiga maqom beradilar. Imom Buxoriyni juda katta ishlari, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh fiqhni bo'limlarini hammasini ajratib, boblarga ajratib, kitoblarga ajratib berdilar. Oldin sahobalardan yo ulardan kelayotgan roviylardan biron bir hadis aytib bering desa, yodlagan hadislarni ketma-ket aytib berishardi. Birinchisi, masalan, iymon to'g'risidagi hadis bo'lsa, undan keyingi hadis taloqqa yoki nikohga doir, undan keyingisi yana boshqa bir masalaga doir har xil ketma-ketlikda berilardi. Mana shundoq hadislarni hammasini joylagan, tartiblagan zot birinchi navbatda Imom Abu Hanifa. Undan keyin uni hammasini yana ham chiroyli qilib, ilm o'qiganda bitta mavzuni har tomonlama mukammal o'rganishlikka yordam beradigan qilib, boblariga, kitoblarga ajratgan zot Hazrati Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy hazratlari bo'ladi, rahmatullohi alayh. Bu kishini Sahihul Buxoriy kitoblari butun dunyo ulamolari tan olgan, qabul qilgan Qur'oni Karimdan keyingi islom manbasini asosiy manbalari hisoblanadi. Qur'oni Karim birinchi asosiy manba hisoblansa, Qur'ondan keyingi asosiy manba butun ulamolar Imom Buxoriy hazratlarini sahih kitoblari. Imom Buxoriy faqat sahih hadislarni to'plash bilan xizmat qilmaganlar. U kishini tarix bobida sahobalarni, roviylarga tegishli bo'lgan, ularni tarjimai hollariga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni dona-dona qilib, joy-joyiga qo'yib asar bitganlari, hadislarni sog'lomini, nosog'lomini ajratib olishlikka qaratilgan ilmlarni debochalarini boshlab berganliklari bilan juda katta islom ilmini, fiqhini, hadis ilmini rivojlantirishga bu zot hissa qo'shganlar. Buxoroy sharifda tug'ilib, Buxorodagi ulamolarni ilmlarini egallaganlaridan keyin otalarining vasiyatiga binoan dunyodagi olimlarni ilmlarini egallashga boradilar. Manoqib kitoblarida keltirilishicha, Muhammad ibn Hasan rahmatulloh alayhni qo'llarida, ya'ni Imom Muhammadni qo'llarida dars o'qigan ekanlar. Shunda Imom Muhammad ancha yoshlari ulug'lashib qolgan vaqt bo'lgan ekan. Imom Buxoriy kichkinagina, yoshgina yigitcha darsi topshirganlarida, "Bo'tam, sizda hadisga iqtidor bor ekan. Hadis ilmlarini o'rganing" deb u kishiga yo'nalish berganlar. Shundan keyin hadis ilmini o'rganib, hadis sohasida yuksak darajaga Imomul Mu'minin fil hadis, hadis ilmida mo'minlarni imomi, rahbari darajasiga yetdilar. Ba'zi ulamolarimiz shunday yana ta'rif beradilarki, fiqh ilmida, usul ilmida hamma ulamolar Imomi Azam Abu Hanifaga muhtoj. U kishini ilmiga, u kishini maktabiga muhtoj. Hadis ilmida esa hadis ilmiga tegishli bo'lgan hamma ilmlarda
insonlar, olimlar Imom Buxoriyga muhtoj deb alohida ta'riflaydilar. Bu zotni onalari ham Allohga yetishgan vali zot bo'lganlar. Duolari mustajob ekanligi, farzandlarini ilmga, ma'rifatga qanchalik bel bog'lab harakat qilganlarini manoqiblaridan bilishimiz mumkin. 7 yoshlariga borganda ikkala ko'zlari ko'rmay qoldi. Qur'onni shundoq yodlab, ilmga berilib kelayotgan farzand birdaniga ko'zlari ko'rmay qolib, uyda o'tirib qolganlari qanchalik iztirobli holat. Onalari kechasi bilan Allohga yig'lab iltijo qilib chiqadilarki, Alloh bolamni ko'zini qaytar. Bir muddatga kelganda Ibrohim alayhisalom onalarini tushlariga kirib, ey ojiza, o'g'lingni ko'zini qaytarib berdik, nurini. Uni ilm bilan band qilgin deb shunaqa ishora qiladilar. Undan keyin bor mol mulklarini olib Bag'dod, Basra bilan Makkaga qarab yo'l olishadi, ustoz topib, ustozga farzandlarni topshirishlik uchun. Bir voqeani yozadilarki, shu Bag'dodga borgan vaqtlarida 12 yosh, 11 yosh atrofida bo'lgan ekanlar. Imom Buxoriy Qur'onni to'liq yod olganlar. U vaqtda Bag'doddagi eng katta muhaddis ulamolar bir-birlariga pichirlab, ishora qilib, "Mana yigitchani ko'ryapsizmi? Bolaga qarayapsizmi? Ha. 70 ming hadisni sanadi bilan, isnodi bilan mukammal bilar ekan" deb u kishiga ishora qilib ko'rsatishgan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh 600 mingdan oshiq hadis bilganlar. Bu hadislarni hammasini isnodini, sanadini, matnini nihoyatda mukammal bilganlar. Alloh shunaqangi quvvai hofizani bergan, onani duolari bilan eng avvalo otani halol mehnatlari, otadan qolgan halol pokiza merosni kuch-quvvatidan. Bemor bo'lib yotganlarida, o'sha oxirgi safarga tayyor bo'lib yotgan vaqtlarida u kishini do'stlari kelib ziyoratga kelganda 4000 dirham meros qoldiryapman. Shuni 1 dirhamini shubhadan topganimni bilmayman. Hammasini halol qilib topganman deb aytganlari rivoyat qilinadi. Biz farzandlarimizdan ana shundoq luqmasiga ham e'tibor qilsak, ilmga qiziqtiradigan bo'lsak, inshaalloh albatta bulardan ham shu zotlarga o'xshagan zabardast ilm ahllari chiqishligiga o'sha halol poklik bilan quvvai hofizasini rivojlantirishlik bilan albatta erishib boramiz. Imom Buxoriy rahmatulloh alayhni eng yaqin shogirdlaridan biri Imom Tirmiziy hisoblanadilar. Ben shu o'rinda bir narsani eslatib o'tmoqchi edim. Bizning yoshlarimizdan kimdan bo'lsa ham o'tkazib futbolchilarni otini so'rasangiz, chet ellikini ham, o'zimiznikini ham futbolchilarni nomlarini, familiyasini hammasini aytib beradi. U yigitga tegishli bo'lgan ma'lumotlarning hammasi bor. Lekin ulamolardan kimni nomini bilasan desa, bilmayapti. To'xtab qolyapti. Bu bizani halokatga olib ketadigan ish. Ularni bilmasligi
ertaga o'rganib oladi deb qo'yishimiz bizni halokatimizga sabab bo'ladigan narsa. Bu narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Rasulullohning duolarini qarang. Allohim meni yaxshi ko'radiganlarni yaxshi ko'rsat. Meni yaxshi ko'radiganlarni yaxshi qil, ko'rsatgin. Sen ham ularni yaxshi ko'rgin. Va meni yaxshi ko'rganlarni ham sen yaxshi ko'rgin. Ulamolar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni eng ko'p yaxshi ko'radigan zotlar hisoblanadi. Imom Buxoriy hazratlarini Sahihul Buxoriy kitoblarini yozilishi to'g'risida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ravzalarida o'tirib yozganlari rivoyat qilinadi. Har bir hadisni yozishdan oldin istixora qilib, tushlarda payg'ambarimizni topib, payg'ambarimizdan mana shu so'zni aytganmisiz? Shuni kitobga kiritsam bo'ladimi deb so'rab, Rasulullohdan bunga ishora olganlaridan keyin, ruxsat olganlaridan keyin yozganlar. Uch mingdan oshiq hadis bo'lsa, Sahihul Buxoriy kitobida shu sonni o'zi sizga necha marta Rasulullohni ko'rganlariga dalolat qiladi. Vaholanki payg'ambarimizdan keyin 400 yil, 300 yildan keyin o'tganlar. Imom Buxoriy. Imom ben aytmoqchi bo'lganim, mana shu Imom Buxoriyning nomini yaxshilab bilib olaylik. Muhammad ibn Ismoil. Adalarining ismi Ismoil. Adalari ham ulug' muhaddislardan bo'lganlar, roviylardan bo'lganlar. Hadis rivoyat qiluvchi olimlardan bo'lganlar. O'zlari hadis rivoyat qilishlik bilan birga taqvoga, parhezga mahkam bo'lganlar. Shuning uchun ikkita o'g'illari bo'lsa, ikkalovi ham zabardast ilm ahli bo'lib yetildi. Ulardan kichigi Muhammad Imom Buxoriy hazratlari mana shunda butun dunyoga taniladigan, nomlari to qiyomatgacha zikr qilinadigan zotga aylandilar. Eng yaqin shogirdlaridan biri Hazrati Muhammad ibn Iso Tirmiziy bo'ladilar. Imom Tirmiziy Termiz shahri atrofida tug'ilib, shu joyda ijod qilganlar, qabrlari ham shu joyda. Bu kishi hadis ilmi uchun nihoyatda ulkan xizmatlarni qilganlar. Hadislarning orasidan to'plab Shamoil Muhammadiya, Shamoil Nabaviyya kitobini yozdilar. Payg'ambarimizning siratlari, sochlari qandoq bo'lgan, ko'zlarining rangi, kipriklari, qoshlari qandoq bo'lgan, hammasini chiroyli qilib rivoyatlar asosida, ya'ni hadislar asosida keltirib berganlarki, u kitobni yaxshilab o'qigan odam Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning suratlarini tasavvur qila oladigan darajada ilmga ega bo'ladi. Bu kitob ham Rasulullohni ko'rib, o'zlari bilan gaplashib yozilganligini ishora qilishadi. Juda ulug' kitob. U kishini Sunani Tirmiziy kitoblari Sihohi Sitta, 6 ta eng mashhur hadis kitoblarning 3-chisi hisoblanadi. Birinchisi Imom Buxoriyning sahihlari bo'lsa, ikkinchisi Imom Muslimning sahihlari, uchinchi navbatda Imom Tirmiziyning sahihlari turadi. Sahih Tirmiziy deb ham yuritiladi, Sunani Tirmiziy deb kitobni o'ziga shunday nom qo'yganlar. Ulamolarimiz bu hadisni yangi yozib chiqargan paytlarida
kimni uyida sunan bo'lsa, o'sha uyda Rasululloh bor ekanlar deb ta'rif berishgan. Bu ma'noni tushunyapsizmi? Kimni uyida Sunan Tirmiziy kitob bor bo'lsa, bu kitobda Rasululloh ham bor ekanlar bu xonadonda deyaptilar. Mana bu zotlarning ham nomini bilaylik. Chor kitob degan mo'tabar kitobimiz bor. Oldin madrasalarda, hujralarda shu kitob albatta o'qitilgan. Bu kitobda qiyomat kunidagi so'roq savol vaqtlarida bir bandaga Alloh ulug' bandalarini ko'rsatar ekan. Birontasini tanimagandan keyin bironta ulamoni nomini bilasanmi? Bironta bir vali, menga yetishgan vali bandamni nomini bilasanmi deb so'rar ekan. Shunda mahallamizda falonchi degan imom bor edi, domla, ilmli odam edi desa, o'shani nomini bilgani uchun gunohlari mag'firat qilinib jannatga kirib ketar ekan. Bitta ilm ahlini, Allohning do'stini nomini bilganiga jannatga kirib ketar ekan. Hozir nomlari zikr qilinayotgan zotlar juda ulug' maqomdagi zotlar. Ularni biron bir narsa bilan tenglashtirib qiyoslab bo'lmaydigan juda katta zabardast ulamolar hisoblanadi. Imom Tirmiziydan keyingi ulug' zot Imom Daylami, Abdulloh ibn Abdurrahmon Dorimiy rahmatullohi alayh. U kishi ulug' muhaddis olimlardan, faqihlardan, Samarqandda yashab, Samarqandda Doram degan qishlog'i bor. Mana shu qishloqda tavallud topib, mana shu joyga nisbat berib o'zlariga Dorimiy deb nisbat olganlar. Bu kishini musnad kitoblari juda mashhur. Bu kishi ham hadis ilmiga, fiqh ilmiga katta hissa qo'shgan ulug'larimizdan. Bu zot ham Samarqanddan ekanliklarini o'zi yurtdoshimiz ekaniga hujjat bo'ladi. Yana bir ulug' zot, o'zi ularni soni ko'p, lekin dunyo tan oladigan, mo'tabar kitoblarda nomlari bitilgan zotlardan yana biri Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy bo'ladilar, rahmatullohi alayh. Bu kishi hozirgi Turkmanistonning Mari degan viloyati bor. Mana shu joyda, eski nom Marv. Imom Muhammadni shogirdlaridan. Ba'zi kitoblarda to'g'ridan to'g'ri Imom Abu Hanifani shogirdi deb e'tirof etiladi. Imom Abu Hanifani shogirdlari fiqh ilmida, hadislarni joy-joyiga qo'yishlikda, xosatan yana u kishini tasavvuf ilmida hissalarini alohida tan olib etishimiz kerak, e'tirof etishimiz kerak. Hayotlari davomida ko'p marotaba haj qilganlar. Bu hajlarni hammasini ham borib Arafot tog'ida, Muzdalifada, Minoda quyosh tegida sarg'ayib turib ado etmaganlar. Shunday amallarni qildilarki, o'sha yilgi hajni Alloh taolo bu kishining nomidan qabul qiladigan darajada fazilat berdi. Ko'chani bu boshidan narigi tomoniga o'tmoqchi bo'lsalar, ikkala tomonlarida 200 tadan 400 shogirdlari birga ergashib yurishgan. O'tirganda, turganda, yurganda har bir qadamlari, har bir nafaslarida u kishi ilm tarqatganlar, ilmga xizmat qilganlar. U kishini taqvolari, u kishini parhezkorliklari,
Bularni hammasi yana bizni yurtimizdan chiqqanliklarini e'tirofi bilan bizni ularni hayotini o'rganishga, taqvolaridan ta'lim olishlikka, hayotimizga tatbiq qilishlikka dalolat qiladigan mo'tabar ishlardan. Alloh yurtimizda o'tgan hamma ilm ahillarimiz, ma'rifatparvarlarimiz, mutafakkir ulamolarimizni o'zini rahmatiga olsin. Ularni meroslarini mukammal ravishda o'rganib, mana bu ochilgan Imom Buxoriy nomidagi, Imomi Tirmiziy nomidagi, Naqshbandiy nomida, Imomi Farg'oniy, Marg'inoniy nomidagi ochilgan mo'tabar hadis, fiqh maktablarida, tasavvuf maktablarida mukammal o'rganib, yana xalqimizga ularni meroslari taqdim qilinsa, inshaalloh bularni meroslari bizni har xil oqimlarga moyil bo'lib ketishligimizdan, har xil oqimlarni kirdikorlariga moyil bo'lishlikdan, ularni har xil avrab, odamlarni aldab, og'dirib yuborishga sabab bo'ladigan e'tiqodlaridan salomat bo'lishligimizga sabab bo'ladigan zotlar hisoblanadi. Bu ilmlarni mana shundoq mukammal o'rganib, hayotimizga tatbiq qilishlikda mahkam bo'lishligimiz millatimizni ham saqlashlikka, dinimizni ham, qadriyatlarimizni ham va xosatan vatanimizni ham saqlashlikka, muhofaza qilishlikka juda katta bir omil hisoblanadi. Zero muhtaram yurtboshimizni bu to'g'rida olib borayotgan ishlariga hammamiz guvoh bo'lib turibmiz. Alloh buni yana rivojini bersin. Bandani qo'lidan kelmaydigan ko'pgina ishlar davlatni qo'li bilan bajarilib, amalga oshirilib turibdi. Bu yana ham yengillik, yana ham yaxshiliklarni yuzaga keltiryapti. Allohim yana ham sharafimiz, yana ham darajatlarimiz butun dunyo musulmonlarning oldida baland bo'lishligini, bizni farzandlarimiz, zurriyotlarimiz yana chiqib islom maktablarini, ilmlarini butun dunyoga tarqatadigan shayxul mashoyix, ustozi kul, nihoyatda ulug' maqomlarni egalari bo'lib, kamol topishlarini Alloh taolo o'zini fazli, inoyati bilan nasib etsin. So'zimizni mana shu joyda muxtasar qilamiz. Jamoatimizni duolarini so'rab ko'pchilik xat bilan, ya'ni telefonda, yana boshqada murojaat qilib turishibdi. Bemorlar bor ekan, farzand talablar bor ekan. Ayniqsa yoshlarimiz o'qishga kirishga tayyorgarlik ko'rayotgan ekan, imtihonga kirib chiqayotganlar bor ekan, kiraman deb tayyorlanib turganlar bor ekan, bularni haqlariga. Farzandlar, yosh go'daylar bemor ekan, bu bemor go'daylarni haqlariga duo qilishlikni, boshiga mushkul ish tushganlarimiz bor ekan, Allohim mana shu mushkullarni oson qilsin deb Allohdan so'raymiz. 24 ta xatm Qur'onimiz bor inshaalloh. Mana shularni namozimizni so'ngida duolarini qilib, Allohdan ijobat bo'lishligini, so'raganimizdan afzal qilib qabul qilishligini sidqi dildan so'raymiz.